Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsangizlar bo'ladi, bu sotuvimiz xudo xolasa shunday chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan hozirgi kunda kelinlarga operib turgan top modellardan biri Dorika variantimiz hisoblanadi. Bu komplektimiz narxlarini arzon etib, chiroyli etib berdi. Xudo xolasa yaxshi niyatda qaynonalari bo'lajak kelinlarni xarid qiladilar. Tabriklaymiz. Razimisiz bizlardan? Xariddan ko'nglingiz to'ldimi axir? Baholarning Bizim acayiptim zor. Rahmet. Yıldızın savdaları bol olsun Xudayım. Ama yaxshi kunlarimizga taqaymiz geldim. Kızım şu kızım yaxshi kunlarına taqay Xudayım. Farzandlaringiz baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Hozirdanmi? Hozirdan padarka etdim. Biletni tashlashingiz mumkin. Xudo xolasa 30-avgust kuni o'yinimiz bo'ladi. Chet elga sayohat qo'yib qo'yibmiz. Qachon to'y? Xudo xolasa. 3-4 ay. 2-3 ha. Kakras chet elga sayohat qilsa, esalayni yuborasiz yoshlarni. Yana o'zingiz ketib turmang yana. Ayting ağa, eng yaxshi narsa oldingiz. Kimga bu? Bu kızıma, jiyanime aldım. Ama toyda taksın deb. Ama şu Yıldız Hanlı magazinine hem vaqt kelaman. Ama şu yüzüklerimi aldım yine. Kelinlere, indi alayotgan kelinime komplekt olmoqchiman. İş qilib şu magazin hem vaqt alalım inşallah. Altını sifatli. Kelishiradi. Rahmat. Eng yaxshi oltinlarni oldi, Yıldızhan, jiyanini. Yıldızhan tanışımız vardı. Hem vaqt yugurib kelamiz, shu yerdan olamiz. Bizlar uchun sog' bo'lsin Yıldız. Rahmat ağa, omadingizni bersin. Nereden kelasiz? Ellikqal'a. Ellikqal'a, Bo'stondan, Qirg'izoboddan keladi ağa. Eng yaxshi narsani arzon qilib berdim, necha yillik klient deb. Eng ajoyib narsani oladilar bular, saralab 40 gramlik narsa olib turibdi. O'shani ham bo'yni qo'li bilan tabriklaymiz ağa. Xudo xolasa omadli qo'llaringiz bilan tashlang. 30-chislada buni tashlang bunga. 30-chislada kutib qolamiz. Kelasiz, xudo xolasa. Bayram shovamiz bo'ladi. Padarkalaringiz. Shunday ajoyib brilliantimiz sotildi. Zolskoy brilliant buniki 8 gramlik. Obishchonilarni arzon qilib berdim. Kutib qoldi klientim. Ozonda kelgani klientning ishdan kech qoldim deyotir. Shuning uchun yana skit ketib 100 ming so'm qaytdim. Navit pulimni tashlang. Omadingizda 30-tisla kuni kelasiz. Shu oyning 30-avgustda kutib qolamiz. Xudo xolasa janob rasullar keladi, boshqada artistlar bo'ladi. Kelasiz, o'yinchi ko'ylaklarni kiyib kelaring. Omad hammaga. Xaridimiz ajoyib, ko'rikamiz bo'ldi. Bular ham ajoyib narsa. Qashqa o'xshab yonib turadi, yonib. Mana. Qarang, bugun sestram tug'ilgan kuningizmi? Omadingizni bersin. Shundaylar o'zlaringiz, ha? Tashlang. Omadli qo'llaringiz bilan 30 kuni kutib qolamiz. Xudo xolasa, omadingiz bo'lsa, omadingizni olib ketasiz, padarkalaringizni. O'yin kulgi bo'ladi, xudo xolasa. Ajoyib nastroynalarda ketasizlar. Kenglar kutib qolamiz hamman.